Azizalarim, bu hovlimizdagi kichkinagina ekinzorim. O'rtada har xil rangli atirgullarni ekib parvarish qilyapman. Hamma rangidan olib kelganman. Pushti, sariq, qizil, bardoviy bir chekkadan gullashadi, ko'zimni quvnatib. Mana barguzuplarni ham oldin yulib tashardim, endi hozir yulib tashamayapman. Juda ham foydali ekan bu. Buni yulmasdan endi hozir quritib, salqinda yuvib quritib olib qo'yapman. Bu yallig'lanishlarga, oshqozon faoliyati, hazm jarayonlariga ham juda ham foydali, yaxshi narsa ekan barguzup baylari. Bu yerda artishok urug'larini olib kelib, ko'chat qilib ko'paytirgan edim. Bir tala qilib ko'paytirgan edim. Oldingi yili nimagadir ehtiyotsizlik qildimmi, bilan sovurdirib qo'ydim. 5 ta dona qolishibdi. Endi o'shalarni bir joyga ekdimda, shularni endi parvarish qilyapman. Xudo xolasa, shularni o'zini ko'paytirish niyatim bor. Bu juda ham jigar faoliyatiga foydali. Baylarni yuvib quritib, damlab ichsa, jigar o't tufaylarni yaxshi yuvadi. Mevalari ham foydali. Mevalarni tashqarisida yashil qobuqlari bo'ladi, puchoqlari. Ana o'shansi eng foydali narsasi hisoblanadi artishokka. Bu yerda magnoliya urug'larini ekib ko'paytiryapman. Sentyabr oyida ekuvdim, mana shunday bo'lib qolishdi. Bu yerda endi 1-2 ta xurmon urug'i bor. Asosan shu magnoliya urug'larini ekib ko'paytiryapman. Bu ko'p edi. Ozginaga narsa chiqdi nimagadir. Qolgani yaxshi chiqmadi. Mayli, chiqqaniga shukur deb ko'paytiryapman. Mana indiyskiy seren ekkan edim. Mana kattasi ko'karmadi nimagadir. Mana kichkinasini olib keldim yaqinda indiyskiy serenni. Hozir yana sizlarga ko'rsatsam. Bu yerda echinatsiyalarim bor.